Suv ichayotganda bismillah deb ichgin bolam deng, siz muallimlik qiling, birga bir narsa o'rgating. Bugungi kunda mana suv. Shunda Fotiha surasini o'qisa, Bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillahi robbil alamin, arrohmanirrohim, valazzolin amingacha, oxirigacha o'qisa, suvga, ichayotgan suvimizga, undan keyin ichsak, qanaqa foydasi bor ekanligini bilasizmi? Qon tomirlaridagi qotib qolgan narsalarni, asab tizimlarini, bugungi kunda bizni katta muammolarimiz bo'layotgan qandli diabetni, bugungi kunda qon bosimini yoki bugungi kunda isitma qilayotgan odamni qanaqangi davolashligini bilasizmi o'zi? Biz oddiy mana Alloh taolo ulkan hikmat, ulkan katta kuch, ulkan fazilatni Alloh berib qo'yibdi. Nega biz buni bilmaymiz?